Assalomu alaykum do'stlar, xayrli tong hammaga. Bugun 29-may, payshanba, четверг. Xudo xolasa keyingi ish kunimizni boshlaymiz inshaalloh. Ishga chiqyapmiz. Mashinamiz ozgina kir, chunki kecha yomg'ir yog'ib, kechqurun mo'yka qilgani erindik. Chaspik turib, xudo xolasa mo'ykani ham qilamiz. Ko'ramiz bugun ish kuni qanday bo'ladi. Zakazlarni ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa bo'lyapti Irkutsk shahrida taksida ishlasa bo'ladimi? Savollar bo'lsa bemalol yozishlari mumkin. Javob qaytarishga harakat qilamiz inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Biz ishni boshladik. Birinchi zakazimizni oldik. Soat 7:11 da. Kilometri qayerga? Borodina 7 dan Lisixaga Baykalskiy. 5,5 kilometr 16 minut ko'rsatyapti. Mijozimizni olib keldik. Saviyashni qilamiz. 491 rubl. Keyingi zakazimizni tashadi. So'nishdan beryapti. Buni propiska qilamiz. 3 kilometrdan beryapti. Lisixa stanovkasida turibmiz do'stlar. Kunlar bugun ochilyapti. Iskinovadan Solnochniga minimalka. Keyingi mijozimizni olib keldik. 3,5 kilometrga 8 minutga biz saviyashni qilamiz. 399 rubl. Biz navbatdagi klientimizni olib kelib tushirdik. 13 kilometrga, ya'ni Jilkinaga keldik. Zaviyashni qilamiz, ko'rsatamiz do'stlar. Mana 33 minutga biz yarim soatda zaviyashim 427 rubl bonusi bilan 965 rubl bo'ldi. 160 keyingi zakazimizni tashadi. 160 rubl bilan qayerga? Vorovskiy 11 drop 1 dan ikkinchi podez Dente Sosnovaya deyapti. Yubileyniy tomonga. Juda zo'r bo'ldi. O'zash tomonga ketgimiz kelayotgandi. Ko'rsataman kilometrini. 19 kilometr. 34 minut ko'rsatyapti. Oboramiz do'stlar, birinchi klient olamiz, keyin dashik oboramiz. Kunlar sekin isiyapti, Allohga shukr, bugun yaxshi. Mana shu yerdan yana 200 metr o'ng tomonga ichkariga kirilsa, Jilkina bozori, yana mana shu tomonga. Bu yerda nima bozor? Bu yerda meva, o'sh, frukti, mana shu yerga keladi hammasi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Tojikiston, qayerdan kelsa mana shu yerga kelib, shu Jilkinadan keyin Irkutsk shaharlariga tarqaladi. Har kun xudo xolasa qo'l bo'shaganda kelib videoga olib bozorlarni ichidan ko'rsataman do'stlar. Hozir ish mahallida ozgina chalg'iymiz. Faqatgina ishda nimalarni olamiz, nima bo'lyapti, zakazlar bo'yicha ma'lumot beramiz. Bozor haqida ham attenta video chiqaramiz. Keldik, kutyapmiz, namestani esa qo'ydik. 13 kilometrda adashmasam. Ko'ramiz. 19 kilometr. 19 da. Kelishimiz 13 bo'ldi. 19 kilometr 34 minut. Ko'ramiz qancha bo'ladi ekan summasi. Bu 4-chi zakazimiz. Ishda davom ettiryapmiz, kutyapmiz. Shu Jilkina tomonlarda ishlar ko'p, zavodlar, beton, yana bir ajoyib nimalar bor, zavodlar bor. Ish ko'pda, nihoyatda ish ko'p Jilkinada. Olib kelib tushirdik. Keyingi mijozimizni 32 minutga biz zaviyashni qilamiz. 772 rubl. Bu dachalardamiz. Yo'llar ham yomg'irdan keyin loy bo'lib qolibdi. Lekin zo'r joylar ekan. Kim oldi buni? Men Sosnovaya desa, Yubileyniy tomonda ham Sosnovaya degan dacha nimalar bor edi. Shu yerda bu Markova degan. Beryo'zovdan keyin. Lekin obычно unaqa dachalarda yo'llari узкий bo'ladi. Bu yo'l yaxshi ekan, kengroq ekan. Bemalol ikkita mashina o'tkazsa bo'ladi ekan. Katta yo'lga chiqib, Beryo'zovdan zakaz olaman desam, keyingi ko'chadan berib qo'ydik. Yaxshi bo'ldi. Sentrga. Olib kelib namestdan yozib qo'ydim. Kutyapmiz klientni. Bakarazorat o'tib olamiz. Chiqinigacha. Ko'ramiz kilometrini, quyosh tushib
Telefon ham yaxshi olmayapti. To'g'ri tushunasizlar do'stlar. Kilometri 507. Sentrga emas ekan, Podgorniy etsam sentr deb. Podgorniy. Shu markadagi Podgorniy ekan bu. Minimal kelgan почти. Shunaqa katta zakaz emas ekan 507. Bugun dacha yuramiz shekilli. Lekin zo'r. Вообще. Yer yo'l kerak ekan. Yozda yaxshi ekan. Ozgina adashibmiz mayli. Chiqsa yo'q. Yer yurgan nasib bo'ladi. Lekin zo'r tushgan ekan uylar, yaxshi. Yo'llarda ozgina nima muammo bor. Endi dachalar yo'li shu. Shunaqa bo'ladi. Kutyapmiz klientni. Пока что. Olib kelib tushirdik do'stlar. 9 minutda kelibmiz. Zaversh qilamiz. 451 rubl bo'ldi. Keyingi zakazimiz do'stlar olgani keldik. Namesani yozib qo'ydik. Minimalka. 1,5 kilometrga borishimiz kerak ekan. Kutib turibmiz klientni chiqishini. Пока что yo'lga qarab burilib olsak. Yo'q, boramiz. Bu adashmasam nechinchisi? 5-chi zakaz, 6-chisimi? 5-chisi, 6-chi zakazimiz olib ko'ramiz. 6-chi zakazimiz ekan. Kutyapmiz, mana shu domdan chiqish kerak. Ganchar va 10. To'xtagan joyi yo'q, nari tomoniga. Shuni tomoniga to'xtatib olsa, klientlar ham biladi, o'tib kelyapti, boshqa bo'lsa kerak yo'q. Kelib shunda kelibmiz. 1,5 kilometrga zaversh qilamiz. 231 rubl. Keyingi zakazimiz tashadi. 2-Irkutskiga adashmasam, bugun podryad olib ishlayapmiz. Yujniy Akademiyasi 27 dan boshlaymiz 2-Irkutskiga, kilometri 17 kilometr. Bugun berganini olib ishlayapman. Ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Tanlamasdan. Gaz qilish yo'q. Sentiga beraman. Navalinaga beradim 2-Irkutskiy. Dachalarga polni boramiz. Irkutskiyda bahonada aylanib yaxshi va yomon joylarni ko'rsatib chiqaman. Baykalga berib qolsa undan ham zo'rlardi. Baykalga ham olib kelamiz. Baliq yepilamiz. Agar berib qolsa. O'sha kunlar segan bo'lishi ham mumkin. Oxirgi payt yaxshi ko'p bo'lyapti zakaz Baykalga. Chiqmaganda yaxshi bo'lardi. Keyingi zakazimizni ham olib keldik. Zaversh qilamiz. 2-Irkutskiga keldik. Svязь chiqmay qoldi. 574 rubl. Yandex ham qo'shib beryapti ekan, какой-то summasini. Kutamiz keyingi zakaz. Davom etyapmiz do'stlar. Yana SNT nima degan? SNT fakel. Zelenyaya улица deyapti. Galaustinskiy trakka keldik. Bitta ichi vagonlarni olib keldik. Отдуши, bratан deb soklarni olib berdi. Какой сок будешь dedi. Яблочный desam, хорошо deb chiqib olib kirib magazinga olib chiqdi. Zaversh qilmabmiz. 720 rubl bo'libdi. Zaversh qilamiz. Ishlashda davom etamiz do'stlar. Orada uyga kirib, choy ichib 3 soat damda olib chiqdik yana. Yomg'ir yog'di obeddan keyin. Kecha ham yomg'ir edi. Obeddan keyin obedgacha havo zo'r bo'lib, avtolar chiqib, obeddan keyin yomg'ir yog'yapti. Ertaman bitta dardik, ertaman mana shu 4-5 zakaz. Bu yerda yo'llari ko'rinyapti. Netlaydi shu. Yo'llari keng edi. Обычно bunday bo'ladi-da yo'llar. Dachalarda yo'llar узкий bo'ladi. Ko'ryapman, razворот qilishga ham qiyin oldi. Birorta uyga nima qilib, karmashkaga to'xtab, karmashkadan razворот qilish kerak. Karmandan. Svязь ham yo'q ekan. Svязь chiqmayapti, antina yo'q. Hozir ozgina pivovarga tomonga yuramiz. Yaxshi yerdan svязь tushib, zakazni yoqamiz. Do'stlar, bugungi ishimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Hozir ko'rsataman do'stlar. Endi uyga inshaalloh bugun vaqtroq kirib ertaga juma. Juma kungi rezultatlarni ham ko'rsatamiz. Kirib damda olib, ertaga vaqtroq chiqishga harakat qilamiz. Hozircha verxniy nabrijniga olib keldik, oxirgi klientimiz. Zo'r joylar, kechqurun kelib dam olib kunlari siganda. Dam olib ketsa zo'r joylar.
İyi, bugungi ishimiz do'stlar, mana 20 bitta zakaz, 7,5. Sog' bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar, Allohga omonatlar. Xudo xolasa yana ko'rishamiz inshaalloh.